Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan stomatologik bemorlarning asosiy va qo'shimcha tekshirish usullari bo'yicha og'iz bo'shlig'ida uchraydigan kasalliklar va kasalliklar uchragandagi ularda bemorlarni asosiy hamda qo'shimcha tekshirish usullari bo'yicha suhbatlashamiz. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavat kasalliklarida o'zgarish bo'lganda bemorlarni tekshirishdan boshlaymiz. Demak, subyektiv hamda obyektiv bemorlarni tekshirish usullari bilan so'rov qilamiz. Shikoyatlari, hayot anamnezlari, kasallik anamnezlari bo'yicha bemorlarni tekshirish usullarini boshlaymiz. Subyektiv tekshirganda, obyektiv tekshirganda, demak, ko'rik, bosh, yuz, og'iz burchaklari, chakka pastki jag' bo'g'imi, shilliq qavat, tish qatorlari hamda obyektiv status bo'yicha tekshirish usullarini obyektiv o'tkazamiz. Shikoyatlarga kelgan vaqtimiz, demak, asosiy oldimizga bitta maqsad qo'yamiz. Shikoyatlar va anatomik o'zgarishlar bilan sabab va natijalarni bog'liqligini aniqlash asosiy maqsadimiz bo'ladi. Bemorlar shikoyati quyidagicha bo'lishi mumkin. Tishda bir nechta yoki barcha tishlar yo'qligi sababli ovqat chaynashda qiyinchilik tug'dirilishi, milklarda, shilliq qavatda, chakka pastki jag' bo'g'imida og'riq bo'lishi, so'lakning ko'p miqdorda ajralishi yoki aksincha og'iz qurishi shikoyatlari bo'lishi mumkin. Milklar va shilliq qavatning qonashi, tishlarning qimirlashi va yemirilishi, lab qizil hoshiyasi va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida patologik elementlarning paydo bo'lishi, til va tanglayning achishishi, og'iz qurishi va hokazo shikoyatlar yuzaga kelishi mumkin. Hayot anamnezini o'rganishda biz uni bemorni tug'ilgan yili, bemorning hayot tarzi, maishiy va mehnat tartiblari, ovqatlanish xarakteri, boshidan o'tkazgan va yo'ldosh kasalliklari, ayni vaqtdagi kasalliklari va shu bilan birgalikda allergik reaksiyalari borligi, yondosh kasalliklari borligi, bularni hammasi hayot anamnezi davrida o'rganishimiz kerak bo'ladi. Kasallik anamnezini o'rganish davrida birinchi navbatda kasallikning erta namoyon bo'lishini aniqlashimizni, kasallikning xarakteri va xususiyatlarini bilishimiz, o'tkazilgan davo turlari va qaysi preparatlardan foydalanganligini o'rganishimiz kerak bo'ladi. So'rash davrida biz shifokor og'riq paydo bo'lishi vaqtini, sababini, xarakterini, muddatini, jadalligini va og'riqning kuchayish va kamayish sabablarini aniqlashimiz shart. Xo'p, tekshirishning obyektiv usullari. Bizda tekshirishning obyektiv usullarida, demak, asboblar bilan, ya'ni instrumentlar bilan tekshirish usullaridan foydalanamiz. Bunda bizga zond, pinset hamda zerkalo bizga obyektiv usulda tekshirishda yordam beradi. Bemorni tashqi ko'rigi. Bunda yuz simmetriyasi, yuz shakli, kvadrat, oval va yuz deformatsiyalarida shish bormi, chandiq bormi, yuz qismining uzunligi, demak, tashqi ko'rik bizda asosiy yuz simmetriyasi, yuz shakli, uni qanday shaklda ekanligi, yuz deformatsiyalari, chandiq bor yo'qligi, shishlar, bular juda ham ahamiyatli ekan. Og'iz bo'shlig'i organlar ko'rigi va tekshiruvda nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan savolga tish qatorlari, tish qattiq to'qimalari, parodont, chakka pastki jag' bo'g'imi, tishlar va tish qatorlari okklyuziyasiga biz tekshiruv davrida juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Tish qatorlarini tekshirish. Demak, tish qatorlarini tekshirgan vaqtimiz biz yuqorgi va pastki tish qatorlar ko'rigida quyidagilarni aniqlashimiz mumkin. Demak, aniqlashimiz kerak. Mavjud tishlar soni, tish qatorlaridagi nuqsonlarning mavjudligi, topografiyasi va o'lchami. Demak, mavjud tishlar soni deganda, o'zi og'iz bo'shlig'ida doimiy tishlar 32 ta, sut tishlari 20 ta hisoblanadi. Buni sonini bilishimiz juda ham muhim, chunki biz diagnoz qo'yadigan vaqtimiz tish qatorlaridagi tishlarni yuqorgi hamda pastki jag'ga bo'lgan
muvozanati va mutanosibligi shundan keltirib chiqaradi, shundan baholab shundan aniqlaymiz. Tish qatordagi nuqsonlarning mavjudligi topografiyasi va o'lchami. Demak, anomaliya hamda har xil tish qatordagi nuqsonlar, tishni qatorda joylashgan hamda qatordan tashqarida joylashgan tishlar mavjudligi topografiya va o'lchamini qatorlarni tekshirgan vaqtda inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Tish protezlari mavjudligi, ularning turi va holati. Demak, tish qatorlarni tekshirgan paytimiz yuqorgi hamda pastki jag'da tish protezlari mavjudligi yoki ortopedik konstruksiyalari borligi yoki sun'iy tishlarni mavjudligi yoki shu bilan bir qatorda plomba ulushi bilan davolangan tishlarni holatlarini tish qatorlarida tekshirib o'tishimiz kerak. Qo'shni tishlar o'rtasidagi kontaktlar xarakteri. Demak, tishlarda distopiyalar bor, diastemalar bor va hokazo tishlarni kontakt xarakterlari, qo'shni tishlar o'rtasidagi kontakt xarakterlarini ham tish qatorlarni tekshirgan vaqtimiz inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Demak, parodont holatini aniqlashimiz bizga nima beradi? Parodont holatini aniqlagan vaqtimiz og'iz bo'shlig'i gigiyenik holati, milklarning qonashi va qichishi, patologik tish milk cho'ntaklarining yiringlashi, qattiq va yumshoq milk usti va milk osti tish karashlarining ko'pligi. Demak, agar og'iz bo'shlig'i gigiyena holati va tishdagi karies va nokarioz kasalliklar va gigiyenik holatlarni va tishdagi parodont, periodont va tishni karies va karies asorati kasalliklari mavjud bo'lgan vaqtda parodont holatini aniqlashimiz va buni baholab o'tishimiz uchun shuncha holatlarni biz inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Odontoparodontogramma. Demak, nima degani odontoparodontogramma? Odontoparodontogramma bu har bir tish va uning yordamchi apparati to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritilgan chizma sxemasidan iborat bo'lgan tekshiruv usullarimizdan biri hisoblanadi. Ma'lumotlar klinik tekshiruvlar va rentgen tekshiruvlar natijasida olingan belgilar shaklida taqdim etiladi. Demak, ular quyidagi belgilarni o'z ichiga oladi. N belgisi patologik o'zgarish yo'q degan ma'noni bildiradi. 0 belgisi tishni yo'qligi inkor bo'lganligini bildiradi. 4dan 1 qismi degani demak birinchi darajadagi atrofiya, 2dan 1 demak ikkinchi darajali atrofiya, 3dan 4 holatini biza belgilab o'tib ketsak, sxema bo'yicha bu 3-darajadagi atrofiya holatidan dalolat beradi. Atrofiya bu 4dan 3 qismi deganda yuqori, demak 4-daraja atrofiyasi. Bunda tishni yumshoq to'qimalar ushlab turadi. Alveolar o'simta уже atrofiyaga uchrab tishni ushlab turmaydi. Biz vizualni ko'rgan vaqtimiz tishni milk ushlab turibdi, lekin rentgen videografda ko'rgan vaqtimiz to'qimani yumshoq to'qima ushlab turibdi-yu, alveolar o'simta atrofiyaga uchragan. Demak, bu yerda tishni qimirlab tushib ketish darajasidagi baho odontoparodontogrammadan shunday mana shu belgilar bilan biz bu ma'lumotga asoslanib tishni parodont holatiga, qimirlash darajasiga baho qo'yar ekanmiz, baholab bilar ekanmiz. Odontoparodontogramani demak shablonda tekshirish usulini agar baholab shablonda biz aniqlamoqchi bo'lsak, darajasini, demak bitta shablonimiz standartniy MKB bo'yicha standartniy odontoparodontogrammada sanasi, familiya, ism familiyasi, keyin raqami va vrachni imzosi bilan parodontogramma to'ldiriladi-yu, bu bo'yicha uni darajasi aniqlanadi yuqoridagi ko'rsatgan belgilarimiz bo'yicha.